alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda 2026-yilda Topik registratsiyalarga qanaqa qilib 100% registratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Bugun 13-fevral, hozir soat 19:00 da Topik registratsiya boshlanadi. Xo'p, birinchi navbatda Topik registratsiyadan oldin qiladigan ishlaringiz bu yaxshi bitta kompyuterni olib olasizlar, o'zlaringizga imkon bo'lsa uni Wi-Fi ga ulaysizlar. Wi-Fi ni skorisi kamida bir 80 megabit sekunddan tezroq bo'lishi kerak. Ikkinchi qiladigan narsalaringiz mana bu yerda alohida bloknot bor. Mana shu alohida bloknotni ochib turib, login parollaringizni yozib qo'yasizlar. Registratsiya O'zbekistonliklar uchun qaysi saytdan bo'lishini hamma biladi deb o'ylayman. topik.uz deb yozsalaringiz chiqadi. Undan tashqari, registratsiya boshlanishidan oldin aytib o'tmoqchiman. Agar sizlar Koreyaga o'qishga ketish bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasalaringiz, men pastda описаниеda o'zimning Instagram profilimni ssilkasini qoldiraman. Kirib turib, obuna bo'lib, Koreyaga o'qishga topshirish haqida bundan ham ko'proq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Xudo xolasa YouTube ni ham aktiv qilib turib, yaxshi yuritishga harakat qilaman. 9:00 hali Koreyadan 9:00 Topik 1 qizimiz Topik 1 ga registratsiya qiladi. Buxorodan bo'lgani uchun Buxoro davlat universitetiga registratsiya qilamiz. Ariza yuborish ariza yuborish bosgandan keyin mana bunaqa narsa chiqadi. Bu уже registratsiya qilindi. Topik 1 ga 106-Topik imtihoniga onlayn ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Mana shunaqa qilib registratsiya qilasizlar. Anketani skachat qilib olishga shoshilmaydi. Agar anketani skachat qilib olib bilsalaringiz yaxshi, ololmasalaringiz